Bugungi kunda mamlakatimizdagi mahallalarni rivojlantirish va aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa aholi farovonligini ta'minlashdir. Qorolbozor tumanidagi Bo'zachi mahallasida ham bu o'zgarishlar yaqqol ko'zga tashlanadi. Hozirda Bo'zachi mahallasida 945 ta oila va jami 3115 nafarga yaqin aholi istiqomat qilayotgan bo'lsa, o'zbeklar bilan birga qozoq, turkman, tojik, tatar millatiga mansub qardoshlar bir oila farzandlaridek totuv umrguzaronlik qilishmoqda. Avvalo mahallada infratuzilmani yaxshilash ishlari olib borilayotganini ta'kidlash lozim. Ichimlik suvi, elektr energiyasi va gaz ta'minoti tizimlari ham bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Bu esa aholining kundalik hayotini ancha qulaylashtiryapti. Bizni drayverimiz asosan chorvachilik va dehqonchilik hisoblanadi. Shu asosda kambag'allikdan farovonlik sari oilaviy tadbirkorlik yoki biznesni rivojlantirish dasturlari asosida ko'pgina fuqarolarimizga 2 milliarddan ziyod kreditlar ajratib berildi. Bu asosda fuqarolarimiz o'zlarini tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'ydi. Chorvachilikni rivojlantiryapti. Biz mahallamiz yettiligi bilan birgalikda shuni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Mahallamizni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish, kambag'allikdan xoli hududga aylantirishni. Ertaga bizga birorta fuqaromiz "Men kambag'alman, menga yordam kerak" demaydigan holatga keltirish uchun bugun bor kuchimizni, bor imkoniyatimizdan foydalanib harakat qilyapmiz. Shuningdek, yoshlar va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Xotin-qizlar kasb-hunar sirlarini o'rganib, o'zlarini band qilishmoqda. Diyora Abdullayeva ham imtiyozli kredit mablag'lari hisobiga ayollar go'zallik saloni uchun kerakli jihozlarni hamda tikuv mashinasini xarid qildi. Bundan oldin salonga ishlab o'rganganman. Xorijga ishlagan ketdik. Bu yerdan kelgandan keyin yana shu soha bo'yicha mahallamizga salon ochdim, kredit oldik. Mahalla bizga yordam berdi. Oilam bilan birgalikda hozir yurtimizda ishlayotganimizdan xursandman. Daromad olib kelyapmiz. Hamma ishimizni birma-bir eplayapmiz. Shu mahallada istiqomat qiluvchi Jonibek Eshpo'latov ham oila a'zolari bilan berilgan imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan yoshlardan biri. U mahallada bo'sh turgan binoni xarid qilib, aholi uchun xizmat ko'rsatish kompleksini barpo etishni niyat qildi. Bugungi kunda 450 million so'm imtiyozli kredit asosida bosqichma-bosqich o'z maqsadlarini amalga oshirib kelyapti. Qurilish materiallarini sotuvini yo'lga qo'yishni boshladik. Keyinchalik shu talabga qarab umumiy ovqatlanish oshxonasini ochdik. Hozirgi kecha kunduzga mana Profnastel shipir ishlab chiqarish apparatlarini olib keldik. Shipir ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Aynan mana shu shipir ishlab chiqaradigan texnikani olib, shuni ishlab chiqarish uchun shu hududdagi 3 nafar yoshlarni ish bilan ta'minladik. Kelgusidagi rejalarimiz hozir endi bu binoni ikkinchi qavati hozircha bo'sh turibdi. Shuni endi o'quv markazi yoki IT park qilib ochmoqchimiz. Shu yerga o'zimizni yoshlarni qo'yish, yuqori darajada bilim olishini ta'minlash hamda bandligini ta'minlash maqsadida ochmoqchimiz. Xulosa qilib aytganda, tumanning bir mahallasi misolida amalga oshirilayotgan islohotlar aholining farovon hayot kechirishiga, mahalla obodligi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Bu kabi islohotlar kelajakda yanada kengayib, yurtimiz rivojiga katta hissa qo'shishi shubhasiz.